Assalomu alaykum, uyim joyim deydiganlar. Bugungi obzorimiz o'zgacha bo'ladi. Nimaga desanglar, zar qadrini zargar biladi, bekorga chiqmagan. Bu yoqda akalarimiz 7 ta yonma-yon kottej qurishibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Esingizda bo'lsa, oxiriga mana bu kottejni qo'ydik 1 oy oldin. 1 oy oldin qo'ydik. Barakasi bo'pti. Uje notariusdan o'tkazib bo'lishdi. Ha, nomli afonni qilib berdi. Xullas, naryoq tomonda ikkitasi ham sotilib bo'lgan, Yo'q tarafda 4 tasi qolgan yonma-yon. Qayerda turibmiz biz hozir? Sergeli tumani, Yangi hayot, Navro'z ko'chasida. Ha. Eng muhimi tupik ko'cha, okey? Ha, bola o'ynasa ham maza ekan. Bolalar o'ynashga bexavotir bemalol. Zo'r. Xotirjam. Mashina qo'yadigan joy bormi mehmonlar kelsa? Bor, okey, 10 tacha mashina qo'yish parkovkasi bo'ladi. Mehmonlar kelsa maza ekanda, uyim-joyim deydiganlar. Orientir? Orientir 2-metro bekat, okey? Ha, metro 2-bekat, necha metr? 500 metr chiqadi, okey? Xullas, siz ishda bo'lgan paytingizda ayolingiz, bolalaringiz uchun qulay ekan. Nimaga? Kimdirlar shaxsiy maktabga boradi yoki bog'chaga borganda metro orqali yoki transport orqali bemalol yetib olishingiz bo'ladi. Ko'chasiga e'tibor berasizlar. Bu yoqda akalarimiz hozir ishlashyapti. O'ng tarafida 3 ta kottej ham bor ekan. 3 ta kottej remontdan chiqyapti, okey? Remontdan chiqyapti, xudo xolasa. Remont tayyor bo'lib qoladi. Zo'r. Uyimiz nimadan qurilgan? Pishig'ishdan hammasi. Hammasi. Narxini video davomida aytib ketamiz. Haqiqatdan shokolad narx qo'yishgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar aytib o'tamiz. Bu uylarimiz kadastrlar bormi? Hammasi 100% okey. Kadastr hujjatlari bor. Tayyor, okey. Qaysi birini ko'rsatamiz? Mana marhamat, okey. Ichkariga birga sayohat qilamiz. Tayyor holdami? Tayyor holatda. Ketdik. Marhamat. Xo'p, bu joyimiz necha sotuvga tushgan, okey? 1 sotuvga tushgan, okey. Ha, 1 sotuv, nechta xonasi bor shunda? 6 ta xona. Endi qarang, agar odamlar bu joydan uy olsa, mana qo'shnini oynasi ko'rinmasligi uchun nimadir qilib beriladi. Yop beriladi, okey. Yop beriladi. Yop beriladi. Yoqqan tarafi ham bitta shashini pishirib, maza qilib oilaviy o'tiradigan joy ekan. Inshaalloh shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, hammamizga xuddi shunday qo'yinglar. Nasib qilsa, niyat qilgan bo'lsanglar, yo'qsa-yo'qsini bitta like bosamiz, ana endi birgalikda ichkariga kiramiz. Marhamat, okey. Dilmurod aka, Labbi, okey. xullas koridor orqali xonalarga kirilar ekanda, bu yo'lga. Shunaqa, okey. Uyimiz ichida 6 ta xonasi bor. Birinchi xonasidan boshlaymiz. Ayollarimiz sevadigan oshxona. Boshqacha ekan, okey. Mebel texnikasi bilan qoladimi shunda? Majidni ko'rayotgan hamma jihoz okey qoladi. Ha, ichida qoladi. Ichida qoladi. Yo'q, mana shular qoladi, okey. Xullas, bu oshxona ekan. Xo'jayingiz ishdan kelgan paytda mana bitta soch tarab spalniga ko'tarilib ketadigan joy. Bu yoq tomonmi, okey? Saunzelimiz, okey. Mebel anaqasi ekan-da, jihozlangan ekan-da-chi. Qani oyoq tomoni issiqginami? Ha, topli pol 100% topli pol. Topli pol. Mana bu tomoni? O'timiz okey, katenli xonamiz. Ha, bu katenli sistemasi. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Uyimiz nimani hisobiga sig'di, aka? Uyimiz duf kontrni katol qo'yilgan. Iliq polban ham, batareya ham spalniga qo'yilgan, okey. Mehmonxonaga e'tibor berasizlar, joy deganlarcha boshqacha qilishibdi. Gilam pardalarigacha, TV-zona, xullas, mehmon kelsa ham bemalol hamma maza qilib kutib oladigan joy ekan-da. Shunaqa, okey. Xullas, sharoitini ko'rdinglar. Birinchi etajda o'zida 2 ta xonasi bor. Yoqqan tarafi menga bu uyimizni orqa tarafida ana suv oqadigan joy bor ekan. U yoqda ana nasos qo'yib bemalol mashina yursa ham bo'ladi. Bo'ladi, okey. Yozda salqin ham kelib turadi-da. Shunaqa. Xo'p, ikkinchi etajimizda nechta xona bor aka? Ikkinchi etajimizda 3 ta spalnimiz joylashgan. Ha, 3 ta spalni. Bu birinchi xonasimi shunda? Bu birinchi xona, bolalar yotoqxonasi. Ha, bolalar xonasi. Ha, mana bu tomonda esa bu yerda qizlar xonasi. Ha, qizingiz bo'lsa maza ekanda, uy joyini deganlar. Maza qilib shu yerda dam olishsa bo'lar ekan. Bu yoqda ana stol qilib dars qiladigan joy qilsa bo'lar ekan. Ikkinchi etaj. Ha, bu sanuzelimiz. Ana bo'lsa. Ana, eyt. Mana kattalar yotoqxonasi. Oho. Spalnisi bilan anaqa ekan-da, joylari bilan. Bu yoqda mana shkoplar bilan. Zo'r tarafi uyimiz oynasida shunda masjid ko'rinib turadi. Masjid ko'rinib turadi, 5 vaqt azon ovozi eshitiladi, okey. O'shanisi yoqda necha metr примерно? Где-то 500-600 metrlar atrofida chiqib qoladi. Ha, 500-600 metr. Xo'p. Tepadan ko'rsatamiz aniqrog'ini. Ha, uyimiz 3-etaji ham bor ekan-da. 3-etajimiz ham bor. Ro'parasidagi joyingizda podval bilan farq qilar ekan-da. Xo'p, bu yoqda mana shu joy yoqdi-da, joyni deganlar. Shu yerda mehmonlarni kutib, maza qilib o'tiradigan joyi.
tabiatda yomg'ir yog'yaptimi, qor yog'yaptimi kuzatib tursanglar bo'ladi. Bu joyimiz nechiga necha o'zi aka? 5 metrga 8 metr, okey. Stol tennis yoki Bilyard qo'yib foydalansangiz ham qilib bo'ladi. qo'ysa ham bo'ladi-ku. Mehmonxona qilib foydalansangiz ham Yoki bo'ladi. trenajyorni qilib qo'ysa ham bo'ladi. Shunaqa qilsa ham bo'ladi, okey. Gap yo'q. Mana bu tomoni cho'plik kollektorlar. Kollektorlarimiz. Shu yerda bemalol boshqarsa bo'ladi. Regulatsiya. Suv. Shunga etaj saunjerimiz. Ha, bu yoqda 3-etajli saunjerlar. Xullas, shundoq ko'chib yashaydigan joy ekanini sezilyapti. Kiyimni olib kelsa bo'ldi. Shu yerda mana bu yerda masjidda gumbaz ko'rinib turadi. Bitta yaqinlashtirasan, kam. Qalay ko'rinishi? Zo'ra. Dilmurod aka, narxi qiziq, narxidan aytmasak bo'lmaydi. Uy joyini deganlar uchun bu uyimizning narxi necha bo'lyapti? Buni aka 145 ming deyapmiz. Xo'p. O't beradigan joyidan boshlaydi, mana bo'ladigan narxini aytib ketaylik. Buni siz tomonidan kelsa aka chiroyli narx qilib beramiz. O't beramiz. 140 mingga bo'ladimi? 140 ming qilib beramiz aka, siz tomonidan obunachilik kelsa. Xullas, 140 ming qilib baholadik shu joyi. Mana shu ko'rib turgan hamma mebel texnikasi bilan. Shu videoni kim ko'rayotgan bo'lsa, hammamizga shunday hovli olish nasib bo'lsin. Men lekin havas qildim, havas qilgan hovlini o'zim yoqqan joyi bo'lgani uchun sizlarga ko'rsatib o'tdik. Bilsanglar, bundan bir oy oldin burchak tomondagi uyni ko'rsatuvdik. U o'zi baraka bo'lib notariusni o'tkazishdi. Ulguryapti, yoqqan odamga sirazi olishyapti. Nimaga? Oldida metrosi bor. Bola chaqa shaxsiy maktab bu joyga boraman desanglar ham tayyor o'zlari borib kelishadi. Mashinada men o'zim olib boraman. Vaqtingizni yo'qotmaysiz. Yaqin aka-uka qarindosh eshitsam yonmay oladigan joy. Nechta kottej qoldi shunda? Hozir 4 ta yonma kottejimiz qoldi. 4 ta yonma kottej, ro'parasida yana 3 tasi bor. Kadastr hujjatlari bilan, to'g'rimi? Hammasi tayyor. Manzili yana bitta aytib ketaylik. Sergeli tumani, Yangi Darxon mahalli, Navro'z ko'cha, Tupik ko'chasi joylashgan. Xullas shunaqa gaplar, narxini 140 ming deyishyapti, faqat shu videoni ko'rib kelayotgan insonlar uchun. Qiziq bo'lsa, pastda akalarimiz nomerini qoldiraman, bemalol bizning nomimizdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu videoni yaqin aka-uka qarindoshlarga tashlab qo'yinglar, lekin baraka topasizlar. Charchab qolmanglar.